Do'stlar, Saudiyada aniq yuradigan 3 ta asosiy Birinchisi aka, bu mashina biznesi. Ya'ni siz Dubaydan boshqa odamning nomiga, ishonchli odamlar nomiga $10,000 dan $15,000 minivan olib kelasiz. Ko'proq 6 kishilik Hyundai Odyssey, Carnival yoki Toyota Sienna mashinalarni olib kelasiz. $10,000 dan $15,000 Mavsumda $1,200 dan $1,400 oylikka berasiz. Mavsum bo'lmagan paytlarda $500 dan $800 mashinani ijaraga berishligingiz mumkin. Ikkinchi biznes bu hostellar, ya'ni siz Masjid Nabaviyga yaqinroq bo'lgan joylardan 6 oylik yoki 1 yillik uyni arzon narxga olasiz. Taxminan bitta xonasi bir oyga $300 atrofida bo'ladi va uni mana bu mavsum paytlarida kamida $1,5 dan pulini olasiz. Bu aniq yuradigan, ko'pchilikda ishlayotgan biznes. Uchinchisi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu uydan turib har xil so'qoq somsami, har xil somsalar, yarim tayyor mahsulotlarni sotishligingiz mumkin. Ayniqsa mana bu mavsum paytlarida 50 ta 100 ta hojilarga ovqat so'rashadi guruhdan. Ana shularga sotsangiz bo'ladi. To'rtinchisi, yana kimda shunaqa fikrlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikringizni yozing. Biz esa uni sinab ko'ramiz. Albatta. Sog' bo'ling. Kuzatib boramiz.